Lacetti 1.8 mashinamiz. Remenimiz bo'sh mana bu holatda. Metga o'tib ketib qolishi mumkin. Hamma yo'q joyida. Bularda pompamiz ham bitta xodda tushadi. Bunday holatda nima qilamiz? Pompani chiqaramiz. Pompadan ligirovka qilamiz, xudo xolasa. Pompani yechib olamiz hozir. Yechib, ligirovka qilib, tarang holatini ham ko'rsatamiz hozir. Pompamizni ham yechib oldik, xudo xolasa. Bu zavodskiy bolt qatadigan joyi. Buni mana qo'yib ligirovka qilib kengaytirib oldik. Shu holatda qatiramiz mahkamlab, remenimiz taranglashadi xolos. Xudo xolasa mana remenimiz taranglashdi. Bunaqa holat bo'lganda mana pompadan bemalol ligirovka qilinaveradi. Lacetti 1.8 motorlarda. Mana xudo xolasa remen tortilib ketgan bo'lsa, natijasini ozgina qaytarib qo'ysak bo'laveradi.